Shuni tushunda ishim bor sizda. Keling, qalaysiz? Gapirasiz bemalol aka. Aka qarang, buni nimaga sotyapsiz? Nima uchun sotyapsiz? Tomga bosadi. Aha. Uy imorat. Aha. Loylonboz tega qilinadigan narsa. Nech puldan bir kvadrati? Buni 8000 sotamiz. Ha, 1 kvadratga 8000 tushadi. Ha, 1 kvadrat. 8000 tushadi vog'ida. Aha. Keyin uyingizga qancha loyonboz qilgansiz loyonboz o'zingiz uyingizga? 15 sm bormi? Ha, zo'r. Aha. Akani bitta qiziq savolim qoldi. Buni tashladingiz, 5 sm loy tashladingiz. Qancha teploprodni issiqlik ushlab qoladi? Buni qancha kerak qalin tutsangiz, yozda muzda, qishda issiq bo'ladi. Biz bir necha bor test qilganmiz. U testlarni mana shu video orqali ko'rsangiz bo'ladi. Loy qanchalik issiq o'tkazadi yoki polistirol lombos qanchalik sovuq tutadi. Aka siz buni o'rniga yangi chiqqan zamonaviy polistirol lombos 5 sm-li tashlab berasiz. Buni tashlash shart emas. Umuman issiq sovuq o'tkazmaydi. Olov yoqib 270 gradusda qilsa qildirgan bo'larmidingiz? Loy lombozdan voz kechib. Loyonbozdan endi meni fikrim yo'q. Biz endi mashina narsani ko'rib ko'rib qo'yganmiz. Yengiligiga qanaqasiz o'zi? Yangilikka. Ha. Yangilikkacha ko'p ham. To'g'ri. Aka siz yengiligiga qanaqasiz? O'zi haqiqatdan siz yengilik kelsa ola olasizmi? Eng asosiysi bu polistirol lombos haqida ko'p ma'lumotlarni mana shu profilda berib borganmiz. Qisqasi aytganda Farg'onada ham bormiz. Eng asosiysi Toshkentdagi narx bo'yicha Farg'onadan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda raqamlar qoldiraman. Shu raqamga telefon qilasiz.